Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Gollandiya şoförlük pravisi nazariya darsiga hoş geldinglar. Bugün öğrendiğin dersimiz 24. ders. Parkering, yani maşinani to'xtatish. Parkering degan vaqtida o'tgan soatlik darsda biz stilstanni o'rgangandik, agar esinglarda bo'lsa. Yani stilstan degan mashinani vaqtli to'xtatish deb 4 mashg'ulotni qilish, mashinani vaqtli to'xtatish kerakdi. Ya'ni birisini mashinaga chiqarish, mashinadan tushirish yoki yuk taq bisish yoki yuk taq tushirish uchun mashinani to'xtatish. Bular stilstan. Ya'ni mashinani vaqtli to'xtatish. Endi mushu 4 xil mashg'ulotdan boshqa har qanday mashg'ulotlar parkering, ya'ni mashinani to'xtatishga tava. Ya'ni qanday mashg'ulot degan vaqtida, masalan, kart leyzen, ya'ni yo'lda ketib bo'lgan vaqtda normalda yo'llarda xaridlar bo'ldi. Xaridini ko'rish uchun mashinani to'xtatgan bo'lsak, birer minut atrofda, endi telefon qilish uchun va yoki birisidan yo'l so'rash uchun va yoki mashinada bir narsa yeyish va ichish uchun va yoki uchur yo'llash uchun va yoki yo'l boshlash xaritasini to'g'irlash uchun telefonimizdan va yoki tomtomdan degandekchi. Qisqasi, mushta mashg'ulotlarning hammasi parkeringga tava. Ya'ni mushta nayda bir minut yoki telefonda paranglish uchun bir minut yoki yarım minut to'xtasaqmi, mushulning hammasi parkering, ya'ni mashinani to'xtatish deganga tava bo'ldi. Ya'ni bu yerda stilstan bilan parkeringninki qisqacha yig'inchoqlamasini yozib qo'ydim. Ya'ni stilstan degan vaqtda faqat 4 xil mashg'ulot: instoppen, outstoppen, laden, lossen. Ya'ni birisiga mashinaga birisini chiqarish, mashinadan tushirish yoki yuk taq bisish yoki yuk taq chiqarish. Lekin undan boshqa har qanday ishlarni qilish uchun mashinani to'xtatsak, o chog'da bu parkeringga tava. Endi mushu parkering qilishda mashinani to'xtatishda cheklangan bir qancha ahvollar bor. Mush ahvollarni o'rganib o'tamiz. Birinchi xil ahvol bein parker verbot bord. Ya'ni sizlar rasmda ko'rgan ma taxtini biz parker verbot bord, ya'ni mashinani to'xtatishni cheklash taxtasi deymiz. O'tgan soatda stilstan verbot bordni o'rgangandik. Stilstan verbot bord shunga o'xshaydi, lekin ustida xato belgisi yoki X belgisi bor. Lekin parker verbot bordda faqat bir talla siziq bor. Ya'ni mush taxtini yo'lda ko'rgan vaqtida men parkering qilsam bo'lmaydi ekan deb tushunsanlar bo'ldi. Ikkinchi xil ahvol, ya'ni mushu rasmda ko'rsatilgan ma taxtalardimi mashinani parkering qilsak bo'lmaydi. Ya'ni taksi deb yozilgan pay taksi degani maxsus taksilar to'xtadigan yer. Endi ma chaqliq o'rindiqning rasmi bari maxsus miyiplar miyip odamlar to'xtadigan yer. Ya'ni bunda miyip odamlarninki maxsus miyiplik kinishkisi bo'ldi. Endi bu yuk to'sh mashinasi, masalan, ba'zi talla bozorlarning va yoki ba'zi do'konlarning, Action, Albert Heijn degandekchi maxsus mushta mashinani to'xtatadigan yuk taq bisib yoki chiqarishda to'xtatadigan yer bo'ldi. Bu yerdami biz mashinani to'xtatsak bo'lmaydi. Ondan ostidagi rasm elektrisi furtavxin, ya'ni maxsus to'qliq mashinalarning to'xtaydigan yerlar bor ba'zi yerda. To'qliq mashinalarning to'q qachilaydigan u yerdami biz to'xtatsak bo'lmaydi. Ya'ni agar mashinamiz to'qliq mashina olsa vaqti bo'ldi, lekin benzin yoki dizellik mashina to'xtatsak bo'lmaydi. Ondan yana ba'zi yerlarda privi terrain verboden en parkering. Yani privi terrain degani yana shaxsiy o'rin demakchi. Mesela ma'lum bir şirketlarninki va yoki Amsterdamda, işte cho'ng shaharlarda ba'zi odamlarning o'zi tegidan ijara ilib qilib olgan işte bir mashina to'xtadigan o'rinlar bo'ldi. Unda yerda mushtaxatlar bo'ldi. Privi yoki Eichenterrein deb yana shaxsiy o'rin degandekchi. Yani ba'zi yerda masalan aile doktorlarininki oldinlarida maxsus artist uchun deb xatlar bor. O vaqtda biz to'xtasak bo'lmaydi, biz doktor bo'lmagandan keyin
Bəzən doktorxananınki maşın toxtulğan yerlərdimi məxsus əşdaya doktor üçün və ya ki o üçün bu üçün deb yazılğan xətlər bolsa, əgər biz şu xətlər yazılğan xizmətini qıldığan adam bolmasaq, yəni maşınını toxtatsaq bolmaydı. Yəni muşxul taxtıladımı biz maşınını parkerin qısaq bolmaydı. Yəni parkerin degende bayağı eniq düşəndim o. Məsələn, şu meyipla maşın toxtulğan yerdimi şapbet kirib toxtutup u yerdə ya bir tamaq yap oltasaq və ya telefonda sözüşüp oltasaq bolmaydı deganlikçi. Endi üçüncü xil əhval büs haltıda, yəni büs haltıda maşınını toxtatsaq bolmaydı. Yəni büs haltıda maşınını parkerin qısaq bolmaydı. Lekin stilstan qısaq boludu. Yəni birisini maşından çıxarıb düşürsək boludu. Lekin parkerin qısaq bolmaydı. Төртінші xil əhval, yəni outreat, yəni outreat'nin aldıda maşını toxtatsaq bolmaydı. Yəni outreat degəndə çıxış yol eğizi, bunu burunqı dərslərdən öyrəndik. Məsələn, üstüdəki rəsm qarsanlar, qızıl maşını bilən qara maşının aralığında bir yer var ekan. Bu yer outreat hazır. Çünki miyada o'ltağan adamninki maşınısını misal əkirib toxtatdı ekan. Bu outreat. Eğer maşını biz meyek toxtatsaq, hazır arlıqqa, bika qalğan arlıqqa, o çağda maşının çıxış yolunu tosub qoyumuz degan gapçı. Məsələn, astadakı rəsmdə maşına dəl aşı outreatqa kelib toxtab turğan. Bunda əhval astada meyəyə kiradigan, çıxadigan maşının yolunu tosub qoyumuz. Şuna bu yerdimi maşını parkerin qısaq toxtatsaq bolmaydı. Endi 5-ci xil əhval, çəkiləndiğən 5-ci xil əhval double parkerin. Yəni rəsmdə görgəndək bir maşın toxtub qoyğan maşının yanına gəlib şəkildə toxtubasaq bolmaydı. Hazır bu xil əhvalda biz yolunu tosub qoyumuz. Çünki əgər qarşı tərəfdən ya keynimizdə maşın gəlib qalsa ötənməydi. Yəni qatnaş qaydasında bir mühim əhval qatnaşның ravan bolışığa kapalatlik qilishimiz kerakçı. İşte qatnaşni tosab qoyduğan işlər bolmaydı. Şuna yəni double parkerin, yəni qoş halətdə, rəsmdə göstərgən halət toxtuldu. En 6-cı xil əhval op de rijbaan van in voorrangsweg buiten de bebouwde kom is parkeren ook verboden. Yəni şəhər sirtidəki voorrangsweg aldın məngə şəqqi bolğan maşını yolunda maşın toxtuş çəklindi. Yəni şəhər sirtidəki. Yəni iki rəsm qarsanlar, üstüdəki rəsmdə voorrangsweg'ga nazır buitende bebouwde kom. Muşta yolda azma maşını yolunun üstüdə, rəybanın üstüdə hazır maşını toxtatsaq çəklindi. Lekin astadakı rəsmdə rəyban maşını yolda emas, bəlkə birim, yəni çimliqnin üstüdə maşını toxtatsaq o vaxtda boludu. Məsələn, üstüdəki maşınımı maşını yolda toxtamay və çimliqə çıxıb toxtağan bolsa, o vaxt yol qoyuldu. Lekin rəsmdə göstərgəndək, bunda maşını yolunun üstüdülan, maşını yolunun üstüdülan toxtab turvasaq, bu çəklindi. Lekin birimnin üstüdə toxtatsaq boludu. Anda 7-ci xil əhval langs in xeyli doorgetrokken strip, yəni sırıq rənglik tutaşdırılğan sızıq bağ yolda parkerin qısaq bolmaydı. Bu sırıq rənglik tutaşdırılğan sızıq bağ yol ötken saatte stilstandan öyrəngendik. Yəni bu yolda stilstan qısaq bolmaydı, parkerin qısaq bolmaydı. İşte sırıq rənglik tutaşdırılğan sırıq sızıqni görgən vaxtda şu maşinimizni haydapla ketishimiz kerak. Hech qanday ish qilsak bo'lmaydi. Ya'ni mashinani to'xtatish cheklangan 7 xil shu. Ya'ni bu yerda qisqacha bir xulosa. Ya'ni parker verbod bilan stilstan verbodning taxtalari bir-biriga o'xshab ketadi. Bu ikkisini cho'qim farqlantiringlar. Yani parker verbodda faqat bir dana siziq bo'ldi. Stilstan verbodda 2 dana siziq X harfi yoki xato harfi bo'ldi. Yani parker verbod bo'lgan yerda biz parkerin qilsak bo'lmaydi, lekin stilstan qilsak bo'ladi. Lekin stilstan verbod bo'lgan yerda hech nima qilsak bo'lmaydi. Yani stilstan verbod
X belgisi var. X nix yani. X deganlik nix yani hech nima qilsangiz bo'lmaydi deganni bildirdi. Yani shunda holatda esinglar tutib olsanglar bo'ldi. Yani bu rasm yani o'xshash xulosa rasm. Ondan bir eskartadigan muhim nuqta, chatdagi rasm qarasanglar, o'tgan soatim degan mushu parker firbot bilan stolstan firbot taxtasi yo'lning qaysi tarafida bo'lsa, faqat shu tarafdagi kuchga ega. Ya'ni bunda deganlik, masalan, ustidagi rasm qarasanglar, parker firbot hozir yo'lning o'ng tarafida bor ekan. Demak, biz mashinamizni yo'lning o'ng tarafida parkering qilsak bo'lmaydi, lekin sol tarafida qilsak bo'ladi. Astidagi rasmda parker firbot taxtasi yo'lning sol tarafida bor ekan. Demak, biz sol tarafida parkering qilsak bo'lmaydi, lekin o'ng tarafda parkering qilsak bo'ldi. Ya'ni mushu qatnash qoidasidagi mushu yo'lning qaysi tarafida bo'lsa, faqat shu tarafi uchun kuchga ega bo'lgan qatnash taxtalarining birisi mushu parker firbot bilan stol stan firbot. Endi yana bir xulosa rasm, ya'ni siriq tutashtirilgan siziq hech nima qilsak bo'lmaydi. Siriq tutashtirilgan siziq stolstan firbot bilan barobar. Ya stolstan qilsak bo'lmaydi, parkering qilsak bo'lmaydi. Ondan üzük siriq siziq parker firbot bilan barobar. Yani bu yerda parkering qilsak bo'lmaydi, lekin stolstan qilsak bo'ladi. Yani bayağı sözlеген qoidalarning hammasi qisqacha bir rasmda yig'inchoqlangan rasm. Yani parkering cheklangan ahvol, parker firbot, ammo aningdek taksi, meypla mashina to'xtaydigan yerlarda qilsak bo'lmaydi, avtobus bekatida parkering qilsak bo'lmaydi, outritda parkering qilsak bo'lmaydi, dubul parkering qilsak bo'lmaydi. Ondan Bəvdində Babadkum Optarayban, yani şəhər sirtidagi yo'lda mashina yo'lining ustida parkering qilsak bo'lmaydi. Anda bu parkeringga doir yana bir bilishga tegishli nuqta parker zon, yani mashina to'xtatish rayoni deymiz. Normalda işte cho'ng shaharlarda işte bir haqsiz mashina to'xtatish rayonlari bor. Biz bunu qanday farqlandiramiz degan vaqtida, buni taxta orqali sizlar ko'rgandek, zona P tegida maksimal 2 hours yoki maksimal 1.5 hours. Yani eng jiq bo'lganda 2 soat ya eng jiq bo'lganda 1,5 soat deb mushta belgilangan bo'ladi. Yani biz mushada 2 soat yoki 1,5 soat pul to'lamay turib haqsiz mashinamizni to'xtata olamiz. Ikkinchi xil tonish belgisi, bunda parker zonada mashin yo'ldagi siziqlar ko'k rangda bo'ladi. Sizlar rasmda ko'rgandek, buni sol tarafdagi ustidagi rasm, ondan ostidagi rasm o'ng tarafdagi. Yani mushta agar mashinani to'xtatadigan yerlarda mushta siziq bo'lsa, bu parker zona ekan, haqsiz mashina to'xtatsam bo'ldi ekan deb tushensanglar bo'ldi. Ondan bunun muhim bir qoidasi, bunda yerda mashina to'xtatgan vaqtda biz cho'qim parker schayf degan taxtini ishlatamiz. Yani ustida soatlar bor taxta. Buni odatda action jiq do'konlardan 1-2 yevroga og'il bo'ladigan azon narsa. Ondan buni to'g'irlagan vaqtida, masalan, biz agar soat 5 dan 15 ga kelgan bo'lsak, u chog'da biz buni butunlab oldiga qarab soatninki 5:20 dan boshlab to'g'irlaymiz. Agar 5 dan 45 ga kelgan bo'lsak, buni yana butunlab oldiga to'g'irlab 6 dan boshlab to'g'irlaymiz. Yani mushta parker zonda cho'qim mushta kartini ishlatishimiz shart. Mashinanki oldi aynikiga soatni to'g'irlab turib qo'yib qo'yishimiz shart. Agar buni unutib qolsak ham jarimana kelish ehtimoli bor. Endi bu şoförlük nazariya imtihaniga chiqmaydigan, lekin amaliyot imtihani uchun zarur bo'lgan qo'shimcha bir nuqta, ya'ni mashinani to'xtatishning turlari. Sorten parkering, ya'ni mashina parkering qilganda bir qancha xil
maşinni to'xtatish usullari bor. Ya'ni yanchilab yan shaklda oldichilab to'xtatish, orqachilab to'xtatish yoki yantu shakldagi mashina to'xtatilgan yerlar to'xtatish, masalan, ustidagi o'ng tarafdagi rasm va yoki oq taraf fe'li parkering, fo'rav fe'li parkering deb, ya'ni oqi turgan mashinalarning orliqiga oldichilab yoki orqachilab to'xtatish degandek. Bular amaliyat imtihonida shu mashina to'xtatish usullaridan biror ikkisini cho'qim qilg'ili soldi. Lekin buni amaliyat darsda dars o'tadigan ustoz tafsil o'rgatadi. Men bu yerda faqat qo'shimchalar shu mashina to'xtatishning turlarini qo'shimcha berib qo'ydim. Ondan yana bir bilishga tegishli qo'shimcha nuqta. Shu mashinani to'xtatgan vaqtda ba'zi yerlarda haqliq pul to'lab to'xtatamiz-ku. İşte pul to'lab to'xtatgan vaqtda mushta bir xil app bor, ismi Easy Park. Buni telefoninglarning appni tushirgan yeridan tushira olasizlar. Normalda shu Easy Parkni bir jadval to'shqizib, mashinaningki plakat nomeri, ondan bank kartasini ulab jadval to'shqizgandan keyin masalan bir yerda mashinani haqliq to'xtatish to'g'ri kelgan vaqtda bu appni ochgandan keyin o'zi shu yerdagi mashina to'xtadigan rayonninki nomerini chiqarib beradi. Ondan start, ya'ni boshlayman deganni bosganda avtomatik pul to'lash nimasiga kiradi. Ya'ni bu hamda mashinasi borlar uchun bir telefonga tushirib qo'yishga tegishli bir app. Normalda buni shu bir oyda bir hisoblab, bir oylik mashina to'xtatgan pulni bir qilam bank kartadan tutib oldi. Buni bilmaydiganlar bo'lsa deb qisqacha eskartib. Ondan eng oxirgi nuqta parker buti. Buni ham eskartib qo'yishni loyiq deb o'yladim. Ya'ni mashinani masalan xato to'xtatib qolsa, xato to'xtatish degan vaqtida masalan boya degandek parker safe zone, ya'ni ko'k ranglik 1,5 soat yoki 2 soat mashinani haqsiz to'xtatadigan o'rinda agar biz ko'k ranglik taxtini soatni to'g'rilab qo'yib qo'ymagan bo'lsak, bu ham xato to'xtatishga kiradi. Va yoki bir haqliq mashina to'xtatadigan yerda bir 5 minut chiqib bo'lmang'u do'konga kirib deb 5 minut chiqib bo'lguncha, lekin shu oraliqda agarda mashinaning parker to'xtatgan pulni to'lamaganligini tekshiradigan saqchilar kelib qolgan bo'lsa va yoki mashinamizni meyiplar to'xtatadigan yerda bizning unda meyiplik kinishkimiz bo'lmay turib, meyiplar to'xtatadigan yerda to'xtatib qolib qolsak, mushta usullarda keladigan jarimalarning miqdori, masalan, meyiplar to'xtatgan yerda mashinamizni to'xtatib qo'ysak 370 euro jarimanasi. Ondan stilsdan qilsak bo'lmaydigan yerda stilsdan qilib qolgan bo'lsak, buning jarimanasi 140 euro. Ondan shu ko'k kart qo'ydigan, lekin haqsiz to'xtatib lekin 1,5 yo 2 soat haqsiz to'xtatib yerda ko'k kartini qo'ymay to'xtatib qo'ygan bo'lsak, buning jarimanasi 95 euro degandek. Ya'ni qisqasi buni bilib qo'yishga bir tegishli muhim nuqta, balkim shu jarimaning miqdorini bilgandan keyin bizning har qanday yerda to'g'ri shaklda parkering qilishimizga yordamda bo'lishi mumkin. Shuni buni qisqacha eskartib qo'ydim. Qisqasi parkering to'g'risidagi so'zlaydigan nazariya mushunchalik. Inshaalloh keyin qitimliq darsimizda buningga doir amaliy misollarni, amaliy mashq savollarni ishlaymiz. Ma'qul bo'lsa, bugungi dars mush yerda oxirlashdi. Omon bo'lgaysizlar.